Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Nechta non bering? 4 ta non bering. Xo'p bo'ladi. Menga ham 4 ta non berib yuboring. Xo'p bo'ladi, hozir. Mana akajon. Mashina men olaman, shoshib Kechirasiz. Mana aka. Xo'p, rahmat. Uzr tanimadim. Mahallada yangimisiz deyman. Yaqinda ko'chib keldim. Ha, Ismim Umidboy. xush kelibsiz Umidboy. Nechta non? 4 ta. Xo'p bo'ladi. Endi Umidboy, sir bo'lmasa, qayoqlarga yo'l oldingiz? Shu mahallada Rustamboy degan bir yigit bor ekan. Shuni oldiga ketyapman. Mahallani boyi ekan, a? 3-4 ta bizneslari bor ekan, do'konlari, Samarqandda ham kalbasa zavodlar, a? Shunaqami o'zi? Shunaqa. Taniyman. Yaxshi bola. Shu bola bilan bir ko'rishib qo'ying. Yaxshi-da, mana aka. Rahmat. Yo'q, pul kerak emas. Bugun non tekin. Tekin? Rustamboy sharofati bilan haftada bir marta tekinga non tarqatamiz. Gap yo'q lekin. Qalbi ham boy ekan, a? Shunaqa. Rustamboy bilan o'zi nimaga ko'rishmoqchi edingiz? Bundan buyog'iga mahallada 2 ta boy bo'ladi. Bittasi Rustamboy bo'lsa, ikkinchisi Umidboy, ha. Shuni aytib bir qo'lini olib qo'yay Rustamboyni. Yaxshi, boylar ko'paysin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rustam aka, siz Samarqanddan so'rashyapti. Berchi. Eshitaman. Ha, yeb ko'rdim, kolbasani mazasi yaxshi. Faqatchi sevimli Samarqand yozuvini sal kattaroq chiqaringlar. Keyin ruxsat. Va sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p. Tushunmadim. Rustamboy, Nonvoy? Shunaqa. Tanishganimdan xursandman. Keyin Umid aka, qarang. Agar boylik jamiyatga foyda bermasa, u ziyonga kiradi. Birinchi navbatda insonni o'ziga, keyin esa jamiyatga ziyon yetkazadi. Shuning uchun Rustamboy, Nonvoy. Rahmat. Tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Kelib turing.